Zo'r. Ko'p mana shu soha vakillari biznesga o'tganda kutmaganimdek narsa ekan bu deydida, keyin yana biznesni to'xtatadi yoki muammoga kirib qoladi. To'g'ri. Bitta kardiolog menga bir kun telefon qildi. Men o'zim 1 milliard kredit olib klinika ochib qo'ygandim. Shu davlat berayotgan imkoniyatlarga qiziqib, to'g'risi yomon qiynalib ketdim deyapti. O'zimga ham hozir kardiolog kerak deyapti. Nima qilsam bo'ladi, biznes tizimlashtirishim kerak deyapti. Ya'ni u muammoga kirib qolganda. Endi nima sababdan bunaqa bo'ladi? Mana shunaqa holatga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Hozir sizda unaqa emas mayli, prinsipi, lekin biznes nuqtai nazaridan qarasa hali aytganimdek bo'ladi. Ya'ni biznesingiz pul topmayapsiz, siz o'zingiz pul topyapsiz hozir. Men ishlamasam, demak, daromad keskin tushadi. Tushadi. Demak, yoki bo'lmasa boshqachasiga qarasak bo'ladi. Umuman biznesingiz yo'q deb qarasak ham hozirgi daromadingiz kamaymaydi hozir. Katta ehtimol. Juda katta kamaymaydi. 20% ga kamayishi mumkin, qanchadir foiz. Yana bilmayman. Taxminan shunaqa deb o'ylayman. Primyer 50%. Bilmayman. 40-50%. Qoniqadi. Ya'ni biznesingizga shuncha tikkan pulingizga yarasha shunday olib qo'ysangiz ham unaqa riskga yarasha daromad qilmayapmiz. Demoqchimanki, o'shanaqa holatda bo'lmasligi uchun mana sizni o'sish nuqtangiz qayerda hozir? Nima borki, siz tavsiya qilingki, o'sha soha vakillari, sizga o'xshagan kasb egalari bu sohaga kirsa nimaga birinchi e'tibor qarasin? Birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda jamoa. Ya'ni kadrli nima muhim hisoblanadi tibbiyotda. Mana haqiqatan to'g'ri aytyapsiz. Ko'p biznesmenlarda o'zi nima shifokorlarda qo'ying, biznesmenlarda o'zi va Covid paytida qarasa yetmay qoldi-ku, koykalar yetmay qoldi, xususiy klinikalar nimaga o'tib oldi, haligi iloji yo'q reanimatsiyaga o'tib oldi, Covid kasallarni qaraydigan bo'lib oldi. Kerak bo'lsa Toshkent shahrida ham bilamiz, 2 million, 3 million koyka o'zidan 2 million, 3 million narx qo'yib turib, misol davolashdi. Doktorlarga katta oyliklar berishdi shunda. Bu davlat qilgan ish bir masala. Xususiy sektorlar ham shunaqa bo'ldi-da, chunki kuch mana kerak bo'ldi. Ko'p biznesmenlar ko'rdiki, bildiki, o'shan emotsiyada deydimi, nima? Foyda katta ekan deb turib, klinikalar ochib tashlashdi endi. 1000 kvadrat, 2000, 3000, 5000 kvadratgacha klinikalar ochib tashlashdi. Keyin vaziyat barqarorlashdi-ku. Vaziyat barqarorlashgandan keyin уже talab yo'q. Endi gastnitsa qilaymi, nima qilay, уже o'ylanib qolgan. Tushunasizmi? Ish yarmida ketgan pul o'zini oqlagan yo'q, o'zini pulini. Endi yurgizayotsa kadrli muammo bor. Kadrlar yo'q. Yoki o'sha kadrlarda o'sha yaxshi nima bilan o'ziga og'dara olmayapti-da, haligi qo'pol qilib aytsak. Yaxshi daromad, maosh bilan nima qila olmayapti. Mana shu momentlari bor. Endi baribir kadrga birinchi o'rinda men o'ylayman. Hozir siz o'sish nuqtangiz kadrda deb o'ylaysizmi? Yo'q, biz o'sish nuqtamiz, ya'ni shaxsan menda. Shaxsan menda deganda sizni taniqliligingizdami yoki sizni kuchliligingizdanmi? Gap taniqlilik ikkinchi masala. Birinchi masala endi qanaqa bo'ladi, maqtanishli bo'lib qoladimi bilmayman. Endi tajribangizni misol qilsangiz bo'ladi. Yosh bo'lishimizga qaramasdan 10 mingdan ortiq operatsiya qilganman. O'sha bitta stadion bu. Operatsiyalar ko'lami bitta monovalent emasda, polivalent. Urologiya, andrologiya sohasi bo'yicha prakticheski 95-98% объемda operatsiya qilaman. Ya'ni sohada 100% operatsiya bo'lsa, 95-98% operatsiyalarni ko'lamini qila olamiz. Xo'p, endi savol qarang. Men nimani ochib bermoqchiman? Ya'ni bitta narsa, bemor keldi, bemor ketmaydi. Hali bemorga o'sha nimani, o'sha davo muolajasini qila olamiz demoqchiman. Zo'r. Ko'p kasb egalari o'zini shu haqiqatda zo'r natija qilgan bo'ladi va natijasiga berilib ketib qoladi-da. Men aytmoqchiman, hozir sizdan ko'ra tajribaliroq insonlar bor deb bilaman. Misol uchun sizni tajribangizga men ko'rib taniganimdek bildim, ishonchim komil. Lekin hali ham bir natijaga erishmaganlar bor, to'g'rimi? Bor. Siz 10 mingta operatsiya qilgan bo'lsangiz, 20 mingta operatsiya qilib, hali ham hech kim tanimaydiganlar bor, to'g'rimi? Bor, bunaqalar ko'p. Demak, tajribani o'zida ham emas ekanda degan xulosa olyapman. Yo'q, meni yutug'im nima deb o'ylayman? Shaxsan meni yutug'im misol
har bir yo'nalish bilan shug'ullanganim. Mana shu sohada har bitta yo'nalish, andrologiyami? Davay shug'ullanamiz. Yaxshi sifatda. Shuni ochib bera olayotganingizda emasmi demoqchiman. Ha. Ya'ni mediaga Yo'q, ochib bera yo'q, olayotganingizda emasmi? Gap unda ham emas mana. Misol uchun, shifokorlar bor, bizdan ko'p nimaga ega bo'lgan doktorlar bor, ko'p stajga ega bo'lgan doktorlar bor deylik. Lekin yo'nalish monovalent, bir xil yo'nalish. Faqat bepushtlikda davolaydi. Bo'ldi. Bu yog'i out. Assortiment yo'q. Yoki faqat onkologiya, onkourologiya deydimiz. Faqat onkourologiya bilan shug'ullanadi. Bo'ldi, qolgan nimaga bosh suqmaydi. Tushunyapsizmi? Xususiy sektorda ishlaganingizdan keyin siz o'zingizni sota olishingiz kerak-da, xizmatingizni, servisingizni sota olishingiz kerak. Bu degani siz qancha ko'p narsani bilsangiz, qancha ko'p narsa o'rgangan bo'lsangiz, bu sizga bagaj. Katta bagaj bilan ishlasangiz, bu zo'r. Chunki faqat bepushtlik bilan shug'ullansangiz, shuncha yoshlar bor, qarilar bor, tiqilib yotibdi. Odamlar bor, bepushtlik bilan yaxshi darajada shug'ullana oladi. Tushunyapsizmi? Demak, yoki aytamizda, sen zo'ri bo'lgan, shu bepushtlik reproduktologiya bo'yicha zo'ri bo'lgan, bo'ldi, sen o'sha menda yashaysan. Yo'q. Hozir o'sha o'zgargan u narsa. Bir nechta yo'nalish bo'yicha zo'r bo'lish kerak. Odam o'zini servisini sota olish uchun xususiy sektorda, davlat sektorlarini aytmayapmiz. Davlat sektorlar keladi o'zi. Samatdok bor edi. Xususiy sektorlarda bir nechta yo'nalishda zo'r sifatda urovenda ishlay olishni bilinsa, uni keyin to'g'ri reklama qila olinsa, shu shifokorni ishi yaxshiroq bo'ladi. Qolgan nimalarga nisbatan